Insonning jamiyatga beradigan eng pok hadyasi uning to'g'ri so'zidir. So'zning halolligi, niyatning pokligi, gapning rostligi har qanday jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlaydi. To'g'ri so'zlik bu shunchaki yaxshi odat emas. Bu insonning vijdoni, ichki tarozisi hisoblanadi. Shunday ekan, loyihamizning bu galgi soni rost gapirish, to'g'ri so'zlash hamda haqiqatgo'ylikka bag'ishlanadi. Rost so'z har bir jamiyatning sha'nini ko'taruvchi tayanch, har bir oilaning barakasini mustahkamlovchi rishta, har bir insonning or-nomusini himoya qiluvchi zaxira. To'g'ri so'zlik bor yurakda qo'rquv bo'lmaydi. Yolg'onga o'ralgan yurak esa o'zidan o'zi yashirinadi. Jamiyatning mustahkamligi, odamlarning bir-biriga bo'lgan ishonchi, xalqning tinchligi barchasi rost so'zga bog'liq. Haykovus Qobusnoma asarida shunday vasiyat qiladi: "Ey farzand, rost so'zla, toki har kim sening so'zingga ishonch bilan boqsin." Demak, rost so'z jamiyat muhitini tozalaydi, munosabatlarni mustahkamlaydi, insonning obro'siga nur bag'ishlaydi. To'g'ri so'zlagan kishi hech qachon ojiz bo'lmaydi. To'g'ri so'zlik insoniy botiniy halolligi va iymonning ko'zgusidir. Abdulla Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq asarida shunday deydi: "Yolg'on xulqning eng tubanidir. Yolg'onchi insonning so'zida baraka bo'lmas." Bu shuni anglatadiki, rostgo'ylik faqat axloqiy talab emas, balki odamning hayotiy pozitsiyasi, ma'naviy ustuni. Jamiyatdagi ishonch, do'stlik, hatto oiladagi totuvlikning ildizi ham rost so'zda yotadi. Yusuf Xosxojib Sadg'u Bilik asarida to'g'ri so'zlikning mohiyatini juda chuqur baholaydi. So'zing rost bo'lsa, ishing ham rost bo'lur. So'zi egri kishining o'zi ham egridir. Rost so'zlash amallarni ham halol qilishga undaydi. Chunki rost so'zlash insonning qadr-qimmatini belgilovchi mezonlardan biridir. Rostgo'ylik bor joyda munofiqlik, riyokorlik yashay olmaydi. To'g'ri so'zlik ruhiy poklikning kalitidir. Buyuk mutafakkir Lev Tolstoy rost so'z qalbning oromidir, yolg'on esa qalbning og'ir yukidir. To'g'ri gapirgan inson hech narsadan qo'rqmaydi, chidamli bo'ladi. O'zini himoya qilish uchun qo'shimcha ilg'orlar to'qishga majbur bo'lmaydi. Demak, rost so'z insonni ichki azobdan, ruhi notinchlikdan ozod qiladigan qudratdir deydi.